yangi zamon psixologlari. Bu bir rayimsiz bir tajriba ishlagan, rayimsiz deymiz endi. Bu qandaq rayimsiz tajriba ishlagan desangiz, bu bir chashqonni bir qapasga sulab, bu qapasning barliq chiqish shiklidan, eg'izdan itib chiqolmaydigan qo'yibchi. Buning tok so'qqizganda rayimsiz erishuvda chashqon bir jonliq u. Buning tok so'qqizganda ekan, bu tokdan hayvonlar intan qo'rqadi. Natijada bu bütün shu qapasga beshini u yoq urib, bu yoq urib shu tokning zarbisi shu. Qechib ketaman deb endi. Uyg'onda qapasda. Biroq bu qapasdan men itib qo'ygandan keyin qachonmagan bu. Anikin aytsim shundoq qilgan, qachonmagan, yana bir kun shundoq qilgan buni. 3-4 kun davomlashtirgan. 3-4 kun davomlashtirgandan keyin 5-6 kun tashlab etgan. Tashlab etib, undan keyin yana bir qapas laylagan. Bu qatam qapasning ishiklarini echib etgan. Ishga chiqib. Onda bu chashqonga tokni yana so'qqizganda g'alati yuz bergan. Nima yuz bergansa, bu chashqonlar chiqib ketmagan. Birinchi qatam chiqolmagan. Tik. Ikkinchi qatam bu uchuq tusimi qapasdan chiqishcho, tok so'qqisa shundoq tug'an chiqolmagan. Buni ishtiqimi sinab qilgan o'xshash hodisa yuz bergan. Martin Seligman bu xulosani Shiguanshin vujugan deb atagan. Yani buna habitual helplessness. Yani Shiguanshin vujugan yani odat xarakterlik amalsizlik deb atagan. Bu tajribaning biz insonlar uchun ahamiyati intayin zo'r. Qarang, u avval tok so'qqizda chashqonga biz buni jingli deymiz. Tok so'qqizda qachonmidi bu bir kechirmish bu. Tushunasizmi? Jingli. Bu 3-4 qatim sinab vaqtida qechishga tirishdi, qachonmidi. Bu xil kechirmishdan keyin shakllangani inner belief, ya'ni ichki aqidada. Ya'ni ko'rdingizda siz biz jingli qildingizmi, ko'zingiz ko'rdingizda men shundoq nima qilsam, qachonmagandim. Qachonmagan men kechirmish. Andan keyin inner belief, ichki aqidada baribir qachonmayman. Qarang, baribir qachonmayman. 3-bosqichda isbot to'plash. Mana qachonmadim-ku. Yani bu nima tushundirdi degan vaqtda nurg'unlarimiz biz kichik vaqtlarimizda biz bakchiq narsa amalsiz qolamiz. Bu bizning aqliy ixtiyorimizning, jismoniy ixtiyorimizning ojiz bo'lganligidan, hargiz bizning hozirgi o'zimizning ojizligidan emas. Balliq vaqtidagi ojiz, aqliy ixtiyorimiz ojiz bo'lsa, biz bakchiq narsa amalsiz qolamiz. Bu jingli bu-chu. Bu kechirmish bu, jingli. Bu xil kechirmish odamning nervisida. Men qılanmagan. Men amalsız qalgan. Baribir men amal qılanmayman. Qarang, men amal qılanmagan. Kechirmishda amal qılanmagan, amalsız qalgan. Men baribir hamda amal qılanmayman. Amalsız qalaman. Ki aqida oldima, hamda keyingi hayotida isbot to'playmiz. Mana amalim yo'q-ku mana, qılanmadim-ku. Mana men nim dedim, mana qılanmayman dedim-mi? Butunlay cho'ngchi isbot to'plab yashaydi-da. Demek bu xillik mo'shi, bu xil shunqancha ko'pincha odamlarning hayot taqdirini ta'tir aylanmada saqlab qoldi. Buni hamda